xodim tomonidan mehnat majburiyatlari muntazam ravishda buzilganligi uchun mehnat shartnomasini bekor qilish. Xalq tilida statya bilan bo'shatish. Mehnat kodeksining 161-moddasi 2-qismi 4-bandida o'sha mehnat majburiyatlari muntazam ravishda buzilganda mehnat shartnomasini ish beruvchining tashabbusiga ko'ra bekor qilish mumkinligi belgilab qo'yilgan. Kimlar bilan mehnat shartnomasini bosisi bekor qilib bo'lmaydi? Homilador ayollar bilan, kasb uyushmalari a'zolari, ya'ni boshqaruvdagilar yoki bo'lmasa 18 yoshga to'lmagan shaxslar bilan bosisda bekor qilishda mahalliy mehnat organi roziligi talab etiladi. Bitta narsani unutmaslik kerak. Mehnat vazifa majburiyatlari xodim tomonidan muntazam ravishda bajarilmaganda mehnat shartnomasini bekor qilish aynan intizomiy jazo chorasi hisoblanadi. Mehnat kodeksiga ko'ra mehnat intizomi xodim tomonidan buzilganda intizomiy jazo chorasi sifatida unga hayfsan qo'llash mumkin, jarima qo'llash mumkin va mehnat shartnomasini bekor qilish mumkin. Intizomiy jazo chorasi sifatida mehnat shartnomasini bekor qilish ikkala asosi ham o'zi mantiqan ma'lum, ish beruvchining tashabbusi asosida bo'ladi. Bular 161-moddani 2-qismi 4 va 5-moddalari. Birinchisi hozir gaplashib turganimiz muntazam mehnat majburiyatlari xodim tomonidan bajarilmaganlik holati, ya'ni kamida bir marta mehnat intizomini buzgan xodimga nisbatan qo'llaniladi. Ikkinchisida keyingisi esa mehnat majburiyatlarini bir marta qo'pol buzish. 162-moddaga qarab qo'yasizlar. Mehnat majburiyatlarini, ya'ni mehnat shartnomasini bekor qilishga sabab bo'luvchi bir marta qo'pol buzish holatlar ro'yxati mehnat shartnomasida ko'rsatilishiga yo'l qo'yilmaydi umumiy qoida tariqasida. Faqat mikrofirmalarda yoki tartibdagi tadbirkorlarda bunga ruxsat beriladi. Mana bu katta tashkilotlar, byudjet tashkilotlari, maslahat-texnik jamiyatlarda bunaqa ro'yxatni shakllantirishga mehnat shartnomasida hozircha qonunchilikda ruxsat yo'q. Buni ichki mehnat tartibi qoidalarida ko'rsatish mumkin. Ichki mehnat tartibi qoidalarini qabul qilish tartibi bor. Kasaba uyushmasi bilan kelishish zarurati mavjud. Kasaba uyushmasi yo'q bo'lsa ham buni tuzish imkoniyati bor. 15-moddaga qarab qo'yilasizlar. Bunda ish beruvchi mehnat jamoasiga mana shu muammoli holat yuzasidan o'zini pozitsiyasini bildirish kerak bo'ladi. O'sha biz ichki mehnat tartibi qoidalarini qabul qilmoqchimiz. Buni kelishuv majburiyati bor. Bir o'zim hal qila olmayman. Agar mehnat jamoasiga murojaatda sizlar xohlasanglar kasb uyushmalarida tashkil etishlaringiz mumkin degan masala. Keyin bu belgilangan o'sha 15-moddadan belgilangan 14 kunlikmi muddat o'tgandan keyin, demak, ish beruvchi bir tomonlama hujjatni qabul qilaveradi. U ichki mehnat tartib qoidalarini ish beruvchi uchun yaxshi tomoni mana shunaqa, u yerda bir marta qo'pol buzish qoidalarini kiritish mumkin. Yana bir tomoni intizomiy jazo chorasi sifatida jarima miqdorini 50% gacha ish beruvchi oshirishga haqli bo'ladi unda. Endi mehnat jamoasi kasaba uyushmasini tashkil qilmasa, demak, bir tomonlama qilish uni vakolatga tutadi. Endi mavzu doirasida muntazam buzishda boya aytganimizdek, dastlab mehnat intizomi buzilgan bo'lishi kerak. Buning uchun intizomiy jazo chorasi olgan bo'lishi kerak yoki bo'lmasa boshqacha majbur jazo choralarini olgan bo'lishi kerak bo'ladi xodim. Undan keyin bo'ladi. Keyingi vazifa bu mehnat kodeksining 165-moddasiga ko'ra mehnat shartnomasi bekor qilinayotgandagi ogohlantirish. Xodimning aybi bilan yoki aybi harakat yoki harakatsizligi bilan mehnat shartnomasi bekor qilinganda ogohlantirish muddati 3 kun tashkil qiladi. Demak, xodim intizomiy qilmish sodir qildi, ma'lum bo'ldi, kimdir bunga tadbirnoma kiritdi. Mehnat shartnomasini bekor qilishga birdaniga shoshilmaydi. Birinchi intizomiy qilmish o'zini tasdig'ini topadi. Intizomiy qilmish chorasi intizomiy qilmish xon tomonidan amalga oshirilgandan keyin ish beruvchi ogohlantirish beradi xodimga. Siz bilan mehnat shartnomasi bekor qilinadi. Shunaqa mana shu qilmishlaringiz o'z tasdig'ini topgani uchun. Keyin bu 3 kunlik muddat o'tganidan keyin ish beruvchi mehnat shartnomasini bekor qilish 161-modda 2-qism 4-band asosida, ya'ni muntazam ravishda mehnat majburiyatlari bajarilmadi degan asos bilan mehnat shartnomasini bekor qilish haqida buyrug'ini qabul qiladi. Endi o'sha kun xodimni oxirgi ish kuni hisoblanadi. O'sha kunda hisob-kitoblar, yakuniy hisob-kitoblar qilinishi kerak bo'ladi, kamomatlar boshqa hammasi topshirilishi kerak bo'ladi. Xodim bilan mehnat shartnomasi bekor qilinganda rasmiylashtirishga 170-moddaga, 171-172-moddalar talablariga qarab qo'yasizlar. Xodim ishdan bo'shaganda unga elektron mehnat daftarchasidan ko'chirmani, mehnat shartnomasini bekor qilish haqidagi ish beruvchining buyrug'idan ko'chirmani topshirish kerak bo'ladi. Bu hujjatlarni topshirasiz. Rasmiylashtirish 170-moddaga qarab rasmiylashtirasizlar. Shu bilan xodim bilan xayrlashamiz.